Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Dilnoz og'ir dardga chalindi, muxlislaridan duo so'radi. Kanalimizga obuna bo'ling, video davomli bo'lishi uchun esa like bosib qo'ying. Xonanda Dilnoz yaqindagina homilador bo'lganini turmush o'rtog'i bilan ma'lum qilishgan edi. Shu xonandaning Instagramdagi so'nggi videosi bo'ldi. Postiga hech qanday videolar joylamay qo'ydi. Kuni kecha u og'ir dardga chalinganini, kuchli virusli infeksiya bilan kurashayotganini ma'lum qildi. Ko'z tegdimi bilmayman. Ahvolim o'ta darajada yomon. Shuning uchun sizlarga ko'ringim kelmadi. Salgina o'zimni ushlab, aziz muxlislarimdan duo so'ragani chiqdim. Men kuchli infeksiya bilan kurashyapman. Men bilan birgalikda jajjigina farzandim ham kurashmoqda. Aziz muxlislarim, sizlarni o'zimga yaqin olganim tufayli uyalmay sizlardan duo so'rayapman. Iltimos, duolaringizni ayaman. Dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Bunga sizlar ko'maklashib yuboringlar, iltimos, deb murojaat bilan chiqdi Dilnoz o'z Instagram sahifasida. Aziz muxlis, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. O'z duolaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.